Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Captiva so'raganlarga Farg'ona mashina bozoridan topib berdim, zo'ridan. Yil 2017-yil. Kraskasi mana shu oldi kapotida bor ekan. Tekshirtirib olib o'ragansizlar, unaqa dar bo'lgan bas ekan. Qo'yinlar top-toza, lampaga soldirib olib o'ragansizlar. Mashinaning holati, mashina polniy polirovka keramikalargacha bo'lgan ekan. Ballonni ko'rishda holatini injiq. Ichlari ham matik turibdi zeynalari. Pataloylar oppoq. Mashinaning 4-pozitsiya, 4-pokoleniya propani ham bor, ha? Mashinaning holati juda go'zal. 224 ming yurgan ekan. O yurishi vashi udor ekan. Oqolani ham holati vashi. Taniq, yangidek turibdi. Mashinaning probegi ko'p bo'lgan qaramay, joni qiynalmagan ekan. Mashinaning rasxoti yo'q, mashina faqat olib minargan xolos. Bu mashinaga egalari 13.700 dan aytayapti ekan. Kelasiz ko'rasiz, bemalol ustida bargani qilaverasiz. Captivani qorasidan minaman deganlarga inja variant. Yil 2017-yil 224 ming yurgan. Kraskasi mana shu kapotda bor xolos. Qo'yan joyi top-toza, любой joyga ko'rsatib olaverasizlar. Sog' bo'linglar.